Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz matrisalar va ular ustida amallar. Xo'sh, matrisa nima? Umuman olganda matrisamiz mn o'lchovli to'rtburchak shakldagi jadvalga matrisa deyiladi. Matrisani algebrik nuqtai nazaridan sonlar to'plami deb ham olsak bo'ladi. Bizga ixtiyoriy matrisa berilgan bo'lsin. A matrisa elementlari A11, A12, A13, A21, A22, A23. Demak, A31, A32, A33 matrisa berilgan bo'lsin. Demak, bu mta satr va mta ustundan iborat. Ya'ni bo'ladi matrisamiz umuman olganda bu matrisamizda demak 3 ta satr va 3 ta ustundan iborat. Demak, bu satrlar. Bu tomonlama ustunlar. Demak, satrlar soni 3 ta, ustunlar soni ham 3 ta. Demak, birinchi satr, ikkinchi satr, uchinchi satr. Ustunlar birinchi ustun, ikkinchi ustun va uchinchi ustun. Demak, matrisaning o'lchami n ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda 3 ta satr va 3 ta ustundan iborat bo'lgani uchun 3 o'lchovli matrisa bo'ladi. Demak, matrisalar ustida amallar qanaqangi amallar bor? Matrisalar ustida matrisani matrisaga qo'shish, matrisani ixtiyoriy songa ko'paytirish va matrisalarga ko'paytirish amallari mavjud. Demak, bizga qo'shish amalini ko'rayotgan bo'lsak, ixtiyoriy A matrisa berildi. Yuqorida bironta B matrisani ham olib olaylik. Demak, B matrisamiz B11, B12, B13, demak B21, B22, B23, B31, B32, B33 matrisa berilgan bo'lsin. Yuqoridagi mana shu ikkita matrisamizni bizdan qo'shish talab qilingan bo'lsin. Ya'ni A plus B matrisa degan so'roq. Demak, ikkala matrisani qo'shganimizda yangi matrisa hosil bo'ladi, ya'ni bironta C matrisa hosil bo'ladi. Demak, bu yerda qo'shish uchun nima qilamiz? A matrisa qo'shilgan B matrisa. Matrisani matrisaga qo'shish uchun mos elementlari o'z navbatida qo'shiladi. Demak, A11 ga qo'shamiz B11 da. A11 qo'shilgan B11. Xuddi shunday A12 ga qo'shaman B12 ni. A13 ga qo'shaman B13 ni. Xo'sh. A21 ga qo'shaman B21 ni. A22 ga qo'shaman B22 ni. Demak, A23 ga qo'shaman B23 ni. A33 ga qo'shamiz B31 ga. Masalan, 31 ga qo'shaman B31 da. A32 ga qo'shaman B32 ni. A33 ga qo'shaman B33 ni. Qo'shganimizda mana bularni har birining alohida yig'indisidan yangi elementlar hosil bo'ladi. O'sha yangi element hosil bo'lgani, ya'niki bizning ikki matrisani qo'shishdan hosil bo'lgan C matrisaning elementlari hosil bo'ladi bu yerda. C matrisa olayotgan bo'lsa, ikkalasining yig'indisi xo'sh C11, C12, C13. Demak, C21, C22, C23, C31, C32, C33 matrisamiz hosil bo'ladi. Xo'sh. Demak, bu matrisaga qo'shish amali. Demak, matrisani bironta lambda ixtiyoriy songa ko'paytirish talab qilinsin. Bizga mana ixtiyoriy lambda son berilgan bo'lsin va o'z navbatida A matrisamiz berilgan bo'lsin. Demak, A matrisamiz elementlari A21, A22, A23, A31, A32, A33. Yuqoridagidek 3 o'lchovli, ya'ni 3 ta satr, 3 ta ustunli matrisa berilgan bo'lsin. Bizdan so'ralabdi lambda A matrisa teng so'roq. Ya'ni
bizga berilgan matrisani lambda songa ko'paytirish amali so'ralyapti. Xo'sh, demak, lambda a. Bu yerda bizga berilgan ixtiyoriy mana bu lambda sonni matrisani har bir elementiga mos ravishda ko'paytiriladi. Lambda a11, lambda a12, lambda a13, lambda a21, lambda a22, lambda a23, lambda a31, lambda a32, lambda a33 hosil bo'ladi. Demak, misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, xo'sh. Keling, lambdani 3 deb olaylik bizga berilgan. Xo'sh, matrisamiz esa elementlari 2, 0, 3, 4, 5, 7, -3, 8, 9 ixtiyoriy bizga matrisa berilgan bo'lsin. Yuqoridagi formulaga asosan, demak, lambda a matrisa topish kerak. Ya'niki 3a teng so'roq 3 topishimiz talab qilinsin. Demak, 3a teng ko'paytirsam, demak, 3 ni mos elementlariga ko'paytirib chiqaman. 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6, demak 0, 9, 12, 15, tak 21, xo'sh, -9, 24, 27. Demak, yangi matrisamiz elementlari mana shulardan iborat bo'ladi. Xo'sh. Mana endi matrisalarni qo'shish amali, songa ko'paytirish amali. Bo'ldimi?